Qanchaylar otaylarni qabriga ko'mdinglar. Qanchaylar oqsit bergan onaylarni qabriga ko'mdinglar. Farzand bo'lib taborak o'qib bera olganinglar yo'q. Farzand bo'lib Yosin o'qib bera olganinglar yo'q. Musulmonman deb yana otaylar uchun, onaylar uchun qoraka keling, shu meni boqqan otamidi, meni oqsit bergan onamidi. Iltimos, o'zim janozasini o'qiy deb, qaysi biriz otangizni janozasini o'qib berdingiz? Qaysi biriz onangizni janozasini o'qib berdingiz? Yana musulmonmisansa, uyalmasdan ha musulmonman deyapmiz. Nima uchun bu ahvolga tushdik? Bugun halolni haromni farqiga bormayapmiz. Nima uchun musulmon farzandi aroq ichyapti? Nima uchun musulmon farzandi zino qilyapti? Nima uchun musulmonman deb cho'ntagingizda nosvoy sigaretingiz bor? Nima uchun musulmon bo'lsangiz namoz o'qimayapsiz? Nima uchun? Qur'on o'qimaganingiz uchun.